Bugün biz Chus mashina bozorida mashinani syomka qildik. Videoning davomida ko'rishlaring mumkin. Ishlab chiqarilgan motori Sons holati yaxshi, yurib turgan mashina sotiladi. Srochniy arzon narxda banan holatlarni o'rta yurib turibdi. Mana salon qismi. O'rtacha dehqonning mashinasi akalar. Olib sразу minasizlar. Dalaga juda hamyon bu mashina. Mana salon qismi. Endi olsanglar o'zingizdagi sal qaratib olasizlar akalar. Aka metani bor-a? Nechtalik? 100 talik? Akamiz aytadilar, kraskasi asfijit bo'lgan deyaptilar. Padyuvka sepilganda, to'g'rimi? Kalta yo'q mashina, oldin qolib pechat. Pechat. Aka bizdan chiqsa nech pul qilib berasiz? Sizdan chiqsa 2,5 qilib beraman. 2,5 ming. Bizdan tushib bermaysiz? Yo'q. Bo'ladigan naqd pulga. Naqd bo'lsa berib yuboraman. Dokumenti qanaqa? Dokumenti oxirida qilib olasiz, Sразу generalni bermaysiz. Generalni ham qilib beraveramiz. 5-6 oyga. 3 yilga. 3 yilga. Baloni yangi, haydovchilari yaxshi. Motorda rasxoti yo'q. Aka nomeringizni ayting. 33lik 485 485 0100. 0100. Jigulini puli bo'lyapti. Shunaqa aka, Jigulini puliga mana tayyor mashina bizning kanaldan chiqib olsanglar bo'ladi. Degan mashinamiz Matiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Motor qismlari. Aka motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q, umuman rasxoti yo'q. Motor ходовой jim. Balonlari o'rta. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismi. Tayyor mashina. Olib rasxot qilmaysizlar, minasizlar faqat. Orqa qismlari yaxshi chexollarni kiydirib qo'yibdilar akamiz. Orqa qismlari tayyor mashina, magnitofon, kolonkalari bor. Tayyor. Mana oldidan o'rta akalar. Aka nech pulga berasiz buni? 2,5 mingga beraveramiz. Naqdga 2,5 mingga berasiz. Xohlagan dokumenti bo'ladi. Ha, xohlagan dokumenti bo'ladi. Chipcha o'tib ham beraman. O'zimiz yetmay qolsa kutib berasizmi? Bankam qilib beraman. $500 puli borga, ana yaxshi odam bo'lsa bank qilib beramiz deyaptilar akamiz. O'zim olmagan faqat men o'zim. Shu o'zimizni chustim mashinasi akalar. Serin bo'ladi. Aka nomeringizni ayting. Nomer antiqda. 3dagi nishonlar. 77lik 77lik 089 089 96 96 66. Bozoringizni bersa. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashina sotiladi. Yurib turgan mashina. Mana holatlar. Mashinamiz tayyor ekan. Akamizniki. Salon. Salon qismi. Tayyor, minishga tayyor, olib rasxot qilmaysizlar. Orqa holati. Aka, buni kraskasi qanaqa? Kraskasi shu 2019 kraskasini sevib qo'yilgan, qo'nni. Asfijit bo'lgan. Probegi qancha endi? Probegi necha edi? Oldida odam bor ekanda, kelmadi. 234 ming yurgan. Asfijit. Aka oxiri nech pul qilib berasiz? 5 mingdan o'tib beramiz, kelishamiz. 5 mingdan o'tib berasiz. Qaysi nomer aka endi? 33lik 33lik 485 485 0100. 0100. Aka bozoringizni bersang. Son 3-yilda ishlab chiqarilgan 07 mashina sotiladi. Holatlari mashinani balonlari. Kraskasi asfijit bo'lgan deyapti akamiz. Turgan mashina magnitofon kolonkalar qo'yib qo'yibdi akamiz. Chexonlari bor.
Orqa saloni. Uslaytilgan ham bor ekan. Aka maskoti yo'qmi? Necha pul qilib berasiz aka? Kelishaveramiz telefon. Necha puldan tushib beradi? $2000 Chekamiz. Kelishtirib. Orqa qismlari. Aka telefon nomeringiz? 93lik 092 092 80 80 Bozoringizni bersin. Navbatdagi avtomashina sotiladi. Yili 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bir qator asfalt qilingan. Mana bu qismi. Motor necha aka? 03 motor. Aha. Gaz, benzin yuraveradi. Va salon qismi. Yaxshi chexolani kiydirib qo'yibdilar akamiz. Orqa qismlari. Aka metan nechta buni? 63 temiro, kapro emasmi? Daki tex pasporti ruxsati bor. Qismi. Kalonkalari, magnitofonlari bor ekan. Minishga tayyor, mana mashina o'ta go'zal turibdi. Orqa qismlari. Orqa qismlari. Aka orqasini ochib bering. Mashina bozorda bitta bo'lib turibdi aka. Aka 0200 dan telefon bilan gaplashdimmi? 0200. Marg'ilondami? Qaydaman ishim bor. 0002 nomeri. Suraka bor aka. Metan. Yana sherigi bor. Ayladi. Shunga qilingan. Mana benzinga ham yuradi deyaptilar. Aka. Bir kalit benzinga. Mashina yarimtaga yuradi. Xudo xolasa. Aka dokumentini qanaqa beradi? Mineralini, prostoyni bo'yoladi. Qayeri mashinasi aka? To'raqo'rg'on Yesenniki. Yesenniki. Aka puli qancha qilib berasiz bizdan chiqsa? Kelishamiz. 1400 dan tushib beradi. Mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Aka nomeringiz? 99lik 119 1166. Bizdan chiqsanglar kelishtirib, xudo xolasa arzon berishadi. Navbatdagi Matiz avtomashina sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Motor qismlari. Aka metani bor ekan buni. Benzinga ham yuradi. 130 ming yurgan, 130 ming yurgan. Elegant diskga qo'yib qo'yibdilar akamiz. Salon qismi akkuratni, ana ko'p turib qo'yibdilar akamiz mana. Navarotlar bor ekan. Boshda idealni turibdi akalar. Va orqa qismlari. Tayyorlari bor ekan. Metanlar bor orqasida. Minishga tayyor. Bu qismlari hozir ma'lumotini olamiz. Bu tomonlardan keldi. Minishga tayyor ekan. Aka, buni probegini qancha endi? 130 ming. 130 ming yurgan. Toza mashina. Pulni qancha qilib berasiz aka? 3600. 3600. Ozmoz yetmay qolsa kutib berasizmi aka? Variant qilamiz. Qayer mashinasi aka? Kiraman garaj Toshbuloq. Toshbuloq mashinasi. Xohlagan dokumenti bo'ladi. Aka telefon nomeringiz? 50lik 50lik 055 055 75 75 88. 88. Bozoringizni bersin aka. Navbatdagi Damas avtomashinasi sotiladi. Yili 2018 ga 19 ekan. Balon bo'ladi. Salon qismi. Zavod chexolda turibdi. Akalar mana bulardagi salonlari. O'sha salon holatida turibdi akalar. Ko'rik tashab qo'yibdi akamiz.
metani bor. Minishga tayyor. Balonlari. Balonlar. Aka, buni pulni qancha so'raysiz aka? 5900. 5900 kam bor. Oz-moz yetmay qolsa, Ya naqd. faqat naqdga. Dokument qanaqa bo'ladi aka? Yakim şeyde bitadi. Оформление bo'ladi. Оформление. Generali bo'lmaydi. Yo'q, general. Сразу оформлен. Aka telefon nomeringiz 91lik 91lik 182 182 8300. 8300. Bozoringizni bersa aka. Sog' bo'ling. Navbatdagi Matiz avtomashina sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan balonlari. Mashinaning 4 ta eshigi shumka bo'lgan deyapti akamiz. Salonlar akkuratni. Matiz 5 sotiladi. Probegi. Aka probegi qancha buni? 420 ming. Salonlar chexol poli yangi bo'lgan. Minishga tayyor mashina sotiladi. Orqasini ochib oling aka. Ana surilib qolibchikidan ana ochib qo'yaman. Bo'ldi aka. Mana orqa qismlari. Aka metan nechta buni? 65 ta metan. 65 ta. Siroki bor. Suragi bor. Balonlari. Chexolni yangi taqib qo'ydi akamiz. Minishga tayyor. Aka buni pulni qancha so'rayapsiz? $3000 otib beramiz. 3000 Dokumentlari zo'r. Chiroyli nomerlar mana generalli bo'laveradi. Generalli 3 yillik, ha. Oz-moz yetmay qolsa aka. Kelishaveramiz Ha. pullarga. Necha oygacha kutib berasiz aka? Bir oyga misol murosa qila